Bu bola hali yosh. Qani mana bu qizni o'rab ko'rishga harakat qilchi bolakay. Ups, yana uning yigit keldi va yana gullar bilan menimcha ular aylanishga ketdi. Yapti shekilli. Xo'sh, bu yerda yana barber shop bor ekan. Qani sani sochingni bir chiroyliroq qilaylik. Ya'ni mana bu zombinikiga o'xshab. Nima bu hozir screamer bo'ldimi? Mayli, hozir biz mana bu yerga kiramiz va bu yerda g'alati monsterlar juda ham ko'p ekan. Yo'q, bu qanaqa sochi bo'ldi? Mayli, baribir ham bu qishloqni biz kutib turmasdik. Qani baribir buni sochini idealni cheki-puki tralala tashagan. Shunaqangi idealni bo'lsin-ki, hamma qizlar bunga qaraydigan bo'lsin. Xo'sh, qani bolakay, biz ketdik, senga yangi qiz qidiramiz. Bolakay, mana ishlarim paydo bo'ldi, shunga o'zing xohlaganingni qilaver. Xo'sh bolakay, oldingi safar soch turmak yordam bermadi. Kel, endi bu siz ham qilaveramiz. Bolakay, uni qo'yib yuborma. Qani, harakat qilsang-chi bolakay. Qo'yib qilsang-chi, bizlarga qiz kerak. Mayli. Qo'y, qara, seni bo'ying bilan teng qizaloq bor ekan. Yana u birinchi bo'lib taklif qilyapti. Qani, bo'la qol, hammasini rasvo qilma. No. Xo'sh qishloqqa, hozir men seni qiynayman. Bolakay. Bu yerda nima bo'lyapti? Tushunmadim bolakay, sen nima? Krovinga mana shu ishni qilib qo'ydingmi? Fu, mujassasib ketmasa. Yo'q, qarama, qanday chiroyli qizaloq ekan. Qani bolakay, sen buni eplaysan. Qani bu qiz seniki bo'ladi. Bolakay, senga nima bo'lyapti? Sen oldingiday emassan. Yo'q, qara. Chiroyligina qiz keldi. Qara, senga hatto gul ham bermoqchi. Yana bittasi. Yana bittasi. Xo'sh, qaysi birini tanlaysan bolakay? Yaxshilab o'ylab ko'r. Nimaga uni kulyapsan? Tushunmadim. Nega bularni o'ldiryapsan? Qo'y bolakay, qayerga ketyapsan endi? Psixoterapevt. Mayli, yana maxluqlar bizni oldimizda yuribdi. Bolakay, nima? Seni dadang eski samuraymi? Tushunmadim. Mayli, bu juda g'alati edi. Nima, sen hatto Kripyanni ham chaqira olasanmi? Voy, bolakay. Menga nimaga qarayapsan? Qo'y, meni eshit, meni eng muhim gaplarim borda. Qani bir joyda gaplashib olaylik-chi. Yo'q, qanday qo'rqinchli maxluq bo'lmasa, faqat u qishloqlarni yaxshi ko'radi. Bolakay, qara, hozir mana shu qizni ham sendan olib qochib ketadi. Yana bu maxluq bo'lsa. Jenursin, faqat roziman demagin. Yo'q, rozi bo'lib ketdi. Endi nima qilamiz? Bolakay.
Don't leave me here. My house. My God. Bolalar orqaladagi daraxt mayli tushunarli. Qanday o'tkilardan bu daraxt yurt tashishini? Vardan bu endi boshqachasi. Mayli bu qishloqqa endi qiyin bo'lsa kerak va men bolakay bilan gaplashishaman. Wow, bolakay yana bitta qiz topdingmi? Qani, endi bu narsani eplamasang bo'lmaydi. Yaxshi variant lekin. Qani, yanami? Ey, bo'ldi, bas qolsanglarchi serverdagi qizlarga yurdi. Yana bittasi paydo bo'ldi. Serverdagi qizlarni olib qo'yishni bas qilinglar, menga qolmaydi-yu bunaqa ketishdi. Voy bolakay, bu sening imkoniyating. Oxirigacha harakat qil, qani oxirigacha bo'lishing kerak bolakay. Omad. Ain't no party like a Diddy party. Bizning serverimizda magazin paydo bo'libdimi? PlayStation yo'qmi yo sag'alik chiqasan, mayli, PlayStation ola qol. 64 izovnud, seni uncha puling yo'q, bilaman. Mayli, xafa bo'lma bolakay, qachondir olasan. Xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Squid Game'ga qo'riqchilar kerak. Tushunmadim, sen hali kichkinasan-ku. Nima, rozi bo'lishdimi? Ha, mayli. Unga rostdan ham pul to'lasharmikan u yerda? No. Qo'y bolakay, Ivano qo'yilsan Squid Game'dan kelding. Xo'sh, endi biz nima qilamiz? Tushunarli. Demak, sen Galimni asabini buzmoqchisan va senga u hech narsa qila olmaydi. Mayli, yaxshi bolakay. Nima qilyapti? Tushundim, menimcha u qora qishloqlarni yomon ko'radi. Yo'q, boshqa jitsel bitta jitseldan pulni so'rayapti. Qani, Galimdan so'ra, uni himoya qilsin. To'xta, nima adashtirib qo'ydimi? Ha, mayli, tushunmadim. Bu yerda yana bitta Steve bormi? Nega u kirganini men hech qachon bilmagan ekanman. Bilasan, men bu yerda umuman bo'lmaganman. Voy bolakay, sen qochib qutuldingmi? Tushunmadim. U yana mana bu yerda turibdi. Menimcha uni chaqirganing yaxshi fikr emas shekilli. Bu safar sen tayyorgarlik ko'rganmisan? Wow, to'g'risini aytsam, Galim eplay olmaydi deb o'ylagan edim va bu yerda esladim. Bu o'sha sening soching dabdalani saqla, nimadirlar ekib va boshing ishib ketgan o'sha barberku. Voy to'xtasaychi, degi qora qishloqlarga yana teginishni boshlayapsan. Xo'sh, mayli, yomon turmak uchun alamingni oldik deb o'ylayveramiz.